Hurmatli obunachilar, Navo mahalladan 5,5 foot uchastkani tushyapti. Lokatsiyasi juda yaxshi joyga joylashgan. Svit gazdan muammo yo'q. Old tarafi yangi qurilish bo'lgan. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Ketdik. Kirish darvozaxonamizda balangina qilib qo'yilgan ekan, plitalar yopib qo'yilgan, pishig'ich. Xo'p. Ikkinchi etajga chiqadigan zinasi. Bu taraf polni tepalar yopiladi. Qurilish davom etsak bo'ladi. Mana old tarafi mehmonxona qilib qo'ysangiz ham bo'lagan. Uyimizda asosiy kirish eshigi. Hozir ko'rib turasiz. Yangi remont qilingan. Bu tarafga ham ikkita xonamiz bor. Ayollarimiz bor uchun syomka qilmadik. Letniy oshxonamiz, o'choqxona, hojatxona, hammom joylashgan. Narxini kelayotgan bo'lsa, startov 52 ming so'ralyapti. Bemalol egalar nomerini talab etamiz, savdo qilib olsanglar bo'ladi. Real 0 ga reallar qilib beradi. Pastdagi nomerga telefon qilib o'ringlar.